Dasturimizni g'oyibona sayohat bilan davom ettirsak. Mansur, bilasizmi, bitta mamlakatga tashrif buyurish, bitta mamlakatga sayohat qilish 20 ta kitobni mutolaa qilgan bilan barobar ekan. Xo'p. Zo'rab. Shunday ekan, ertalabdan biz ham tomoshabinlarimizni bilimlarini ko'paytirish uchun bitta kitobni, ya'ni 20 ta kitobni o'qishni istasangiz, bir mamlakatga sayohat qilishni tavsiya qilamiz. U ham Hindistonning Haydarobod sari chorlab qolamiz. Albatta, Hindiston qadimiy sivilizatsiya va zamonaviy texnologiyalar uyg'unlashgan mamlakat hisoblanadi. Uning IT va innovatsiyalar markaziga aylangan Haydarobod shahri bugun jahon texnologik xaritasida muhim o'rin egallab bormoqda. Va navbatdagi lavhamizda tarix va raqamli taraqqiyot uyg'unlashgan ushbu shaharning imkoniyatlari, startap ekotizimi hamda O'zbekiston bilan hamkorlik istiqbollari haqida hikoya qilinadi. Marhamat. Ko'ramiz. Haydarobod bugun Hindiston xaritasidagi shunchaki megapolis emas, balki jahon texnologik trendlarini belgilab beruvchi asosiy reaktorlardan biridir. Ko'hna tarixni raqamli sarmoyaga aylantira olgan bu shahar butun boshli sanoat tarmoqlarining rivojlanish sur'atini belgilamoqda. Bu yerda Apple va Google kabi gigantlarning eng yirik ilmiy markazlari joylashgan bo'lsa, Amazon kompaniyasining Haydaroboddagi qarorgohi miqyosi bo'yicha dunyoda yagona deb tan olingan. Bu g'oyalar sanoqli yillar ichida sayyoraviy miqyosga ko'tariladigan makon. Biz innovatsiyalar markazi bo'lmish Madhapur mavzesidamiz. Bu yerda rasman dunyodagi eng yirik innovatsion kampus T-Hub joylashgan. 54 ming kvadrat metrdan ortiq maydonni egallagan ushbu maskan 2000 dan ziyod startaplarni birlashtirgan bo'lib, ular bugungacha 2 milliard dollardan ortiq venture investitsiyalarni jalb qilishga muvaffaq bo'ldi. Hamkorlik faoliyatimizning bosh mezoni, biroq bu yerda qat'iy tizimlilik muhimdir. Biz texnologiyalar uchun professional yo'lak yaratdik. Unda har bir tarmoq marketingdan tortib xalqaro aloqalargacha yagona mexanizm kabi natija uchun ishlaydi. Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalar haqida gap ketganda biz maxsus bo'linmalarni ishga solamiz. Tuzilmamizda Priyanka xonim rahbarlik qilayotgan xalqaro operatsiyalar yo'nalishi mavjud. Aynan mana shunday yondashuv mas'uliyatning aniq taqsimlanishi loyihalarni global miqyosda samarali amalga oshirish imkonini beradi. Madhapurdan bir necha kilometr narida Hindistonning eng yirik prototiplashtirish markazi T-Works joylashgan. 78 ming kvadrat fut maydonda dunyo standartlariga javob beradigan 200 dan ortiq sanoat dastgohlari jamlangan. Bu yerda muhandislik tafakkuri va bozor o'rtasidagi to'siqlar olib tashlandi. Bizning missiyamiz startaplarga ilgari faqat yirik korporatsiyalarning qurbi yetadigan sanoat texnologiyalaridan foydalanish imkonini berishdir. Biz shuni anglaymizki, o'z mustahkam muhandislik bazasiga ega bo'lmagan har qanday raqamli industriya shunchaki xizmat ko'rsatuvchi bo'lib qolish xavfiga ega. Mana shu sexlarda biz chizma va voqelik o'rtasida haqiqiy ko'prik qurmoqdamiz. Bu innovatsiyalar zanjiridagi eng muhim bo'g'imdir. Haydarobodning maqsadlari ko'kka tutash. Bu yerda Hindistonning ilk xususiy koinot kompaniyasi Skyroot Aerospace joylashgan. 2022-yilda ular Hindiston tarixidagi ilk xususiy raketani koinotga uchirib, davlat monopoliyasi davri tugaganini isbotladilar. Bunday ulkan loyihalarni boshqara oladigan elita kadrlarni esa Hindiston biznes maktabi tayyorlamoqda. Jahon reytingida kuchli 30likdan joy olgan ushbu dargoh global korporatsiyalar uchun kadrlar maskanidir. Bu yerda strategiya va raqamli tilni o'rgatishadi, zero texnologiya boshqaruvsiz shunchaki imkoniyatdir. So'nggi yillarda O'zbekiston raqamli transformatsiya borasida misli ko'rilmagan rivojlanish sur'atini namoyish etdi. 2800 dan ortiq kompaniyani birlashtirgan IT Park mintaqaning asosiy innovatsion drayveriga aylandi. Toshkent va Haydarobod o'rtasidagi muloqot bu ikki yetakchining teng huquqli ittifoqidir. O'zbek kosmos agentligi va Hind hamkorlari agrar sohada sun'iy yo'ldosh monitoringi bo'yicha til topishayotgan bir paytda Hindistonning Tata, Reliance va Adani kabi gigant konglomeratlari yurtimizdagi sanoatlashtirish jarayonlarida muhim sheriklarga aylanmoqda.